Hammaga salom. Bugun rolikimizda besmертие bilan lyot haqida gaplashamiz. Mana bu lyot. Buni ko'plar lyot deydi. O'zining nomi boshqacharoq. Besmертие qanaqa ishlaydi? Tiriltirishdan tashqari bizga 850 qo'shimcha jon beradi va fizически 15 защита beradi. Besmертие kimlar bilmaydigan bo'lsa, o'lgandan keyin qo'shimcha tirildiradi va bizani bor jonimizni 16% tirildiradi. Ya'ni misol uchun 10,000 bo'ladigan bo'lsa, 1600 jon bilan tirildiradi va bizga qo'shimcha shit beradi qochib olishimiz uchun. Перезарядкасы 210 sekund, manimcha 4 minutlar. Anig'ini kommentariyaga yozaveringlar. Necha minut bo'ladi va besmертие kimlarga kerak? Agar Instagramda top igroklarni, pro igroklarni ko'rsanglar, besmертие sotib olib, lyot sotib olib, sborkasini almashtirayotganini ko'rsanglar, u fake bo'ladi 90%. Nega? Chunki bunaqa perifarmga chiqish uchun yoki o'yin 40 minutcha bo'lishi kerak, yoki просто botlar bilan tushgan bo'lishligi kerak. Bunaqa qilish qiyin. Qilsanglar bo'ladi, lekin o'yinni unaqa cho'zgandan ko'ra tezroq yutib olgan yaxshi. Lekin besmертие foydasi bor. Kimlarga? Men Romda o'ynaganim uchun besmертие olmayman. O'zi menga maslahat beradi ko'p anaqada. Lekin olmayman. Nega? Chunki Rom o'lgani yaxshi, besmертиeni sotib olib turib, uni misol uchun 210 sekund kutgandan ko'ra. Besmертиeni boshda olish ne stoyt? Nega? Chunki boshda bar 10 sekundmi, 5 sekundga o'lib turilasizlar. Lekin o'sha oxirrog'ida 1 minut, 1,5 minutga o'lsanglar, o'sha o'yinni hal qilib olsa bo'ladi. Misol uchun 3ta bashniylar bo'ladigan bo'lsa, full hammani olib ketsa, bo'ldi, o'sha bashniylargacha kirib, tronni ham buzib tashlaydi. Va besmертиeni kimlar olish kerak? Perifarmga chiqib ketganlar olish kerak. Nega? Perifarmga chiqib ketgandan keyin agar o'lib qoladigan bo'lsa, misol uchun 500 perifarm bo'ladigan bo'lsa, o'lib qolsa, ularga 2000, 2500 plus qo'shimcha pul yoziladi. Bu juda ham katta minus. O'shaning uchun ADK oladi yoki les oladi. O'shanda ham oxirgi slotlarda olinadi va buni srazu tirilgandan keyin sotib olgan yaxshi. Chunki bundan ko'ra bu ko'proq foyda beradi. Besmертие faqat tirilish uchun. Lyot ko'proq foydasi bor va перезарядкасы ham kamroq, menimcha 90 sekund deydi. 100 sekund ekan. Lyot ham arzonroq, 200 ga, 200 ham normalniy. Va lyot qanaqa ishlaydi? Misol uchun Frankoda ko'p ko'rasizlar, ushab oladi va lyotni bosgandan keyin unga uron ta'sir qilmaydi, 2 sekundgina. Bu juda ham zo'r, ultani ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu lyotni kimlar oladi? Misol uchun ultasi kuchli, lekin misol uchun o'lib qolmaslik uchun, qochib ketish uchun bu juda ham zo'r. Lekin bir xil lyotni yaxshi foydalana olmaydi. To'g'risi, men ham lyotni foydalana olmayman va men sapok olganim uchun lyot olishga menga ruxsat bermaydi, chunki ikkita narsani olib bo'lmaydi. O'shaning uchun lyotda men ishlatishni ham bilmayman va qanaqa ishlatishni uncha yaxshi bilmayman. Misol uchun bir xil lyotni olib, misol uchun uron Xavier o'tganda lyotni bosadi, o'tib ketadi. Lekin bir xil to'p 5 tasini oldi, lyotni bosib oladi, prosta 5 tasi yig'ilib o'rtada kutadi, o'ldirib tashlaydi. Lyotni to'g'ri ishlatish kerak va qaysidir giroylarga olish kerak, qaysidirlarga kerak emas. O'shani bilib olinglar va lyot ham juda ham zo'r. Hammaga xayr. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar.